Tak, bu yerda mana yana drenaj tayyorlandi. Kislый turf aralashmasi, kokos, perlit aralashmasi bilan birga tayyorlangan yer. Sovur. Bo'ldi. Mana. Meniki kichkinaroq ekan tuyul. Yetsa kerak. Bu ham anaqa klon yaponskiy faqat Xitoydan keltirilgan ekan. Bizdan baribir adaptatsiyadan o'tish uchun biz kislый turfga ekib, buni tuvida qoldiramiz. Qishda yopiqroq, izg'irindan olib qochib 1-2 yil ushlaymiz, keyin ekamiz. Chunki menda 10 yillik klonim ham bor. Ularni xuddi shunaqa saqlab, anaqa qilib olganmiz. Adaptatsiyadan o'tkazganmiz. Ko'p sovorma perlit. Dori solish isdan chiqmas. Prolongirованный juda ham zo'r. Kompo firmaniki. Menga yoqadi. Hamma gullarimga, atirgullikini olaman. Misol uchun klonlar uchun klonnikini alohida o'zini olaman. Mana. Izini ko'rsat, patiyilni sal tegini bo'shatib yuborsang, qotib ketibdimi o'sha? Yopishi. Xitoy yerida. Xitoyniki bu. Ularniki boshqacharoq bo'ladi, Xitoy. Qum aralashgan. Bo'ldi. Ekvorur. Mana. Xuddi o'ziga o'sgandek qilib qo'ydi. Endi hozir suv beramiz. Shu bilan tayyor. Kislый turf, kokosовый turf, perlit aralashmasi и mana ozgina ustiga ta'amdan ham sovuraman. Aralashtirib yubor, ildiziga yaqinroq qilib. Mana shu kompo firmani именно klon katalpalar uchun maxsus anaqa o'g'itdi. Juda ham yaxshi ta'sir qilar ekan. Mana 2 tane. Endi men postani ham ekib bor. Hozir buni to'xtatib turaman.